rahbarlari, komissiya a'zolari, xabarlaring bor. Boshqaruv raisi bosh direktorining 2025-yil 1-apreldagi 410-sonli buyrug'iga asosan elektrda po'lat eritish bo'linmasida sanoat xavfsizligi, mehnat muhofazasi, yong'in xavfsizligi holati bo'yicha kompleks tekshiruv o'tkazildi. Kompleks tekshiruvda xabarlaring bor, bosh mutaxassislar, sohalar bo'yicha mutaxassislar ishtirok etib, o'sha 2 hafta davomida o'z sohalari bo'yicha nazorat tekshiruv ishlarini o'tkazdi. İş joylari nazoratlarini ko'rib chiqildi. Nazoratlar bo'yicha, tekshiruvlar bo'yicha yo'l boshlari xabar beradi. Hafta davomida Burada 9'da kamchilik aniqlangan, barchasi bajarilgan. Bugunga kelib 13 ta kamchilik aniqlanyapti. Bu yerda o'sha ответственный odam qolmagan. Shun javob bergan bo'lsa, mana energiyachasi bo'yicha servisga o'tgan bo'lsa ham shuni xodimlar javob beradi. Vaqtida sen qanaqangi Bularni bajarilganmi, bajarilmaganmi, takroriysinimi? yo'q, takror qo'shimcha himoyalanmagan. Shifta oralig'i patolog yoritgichlari, TP2 passasiyasi yoritgichlari kuygan. Документы особо не показали, только крановый и УДС показали. Остальные... Специальный zarar yok. Yani elektrikçisi var, geçici zarar. Shuni aytyapti. Smenada fabrika sizlarda master yo'q-a? Bizda xatolik bunga smenada ishlab turib, nargi smenasiga berib ketgan bo'lishimiz. Shifta oralig'ida keyin asosiy binoning tom qismida tozalash ishlari yaxshi bajarilmay kelyapti. bu faoliyatiga kundur to'sqinlik qilayotgan bo'lsa yoki xalaqlatishini bildirayotgan bo'lsa uni yozib beradi. Основаны ham yemirib yotibdi, to'g'rimi? Kabelni tunneldan past joyi yo'q o'sha. Nol minus nolda только kabelni tunnel. Yil plus 22 ta. Takrorlanganlarni o'qib o'taman.